Shu desanglar devichki xonlar, bugun sizlar bilan bolajonlarimiz uchun bezarar bo'lgan yog'siz chips tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib kartoshkalarimizni po'stlog'ini archib, suvga solib, yaxshilab maromiga yetkazdirib pishirib olamiz. Keyin esa o'zimizga qulay bo'lgan idish ustiga setka qo'yib, ya'ni setkalari maydaroq bo'lishi kerak. Kartoshkalarimizni ezg'ilab, mayin qilib o'tkazdirib olamiz. Setkadan o'tkazdirishimizning sababi hamma joyi bir xilda mayin bo'lib o'tadi. Keyin esa tabga ko'ra tuzimizdan solib, yaxshilab aralashtirib, duxovkamiz listini olib, ustiga pergament qog'ozlarimizni to'shab, ezilgan kartoshkalarimizni olamizda yumaloq shaklga keltirib, qo'limizni ozroq qo'llab, hammasini bir tekisda yupqa qilib yoyib chiqamiz. Agar sizlarda tagi yalpoqroq idish bo'lsa, ustidan pergament qog'oz to'shab, o'sha idishlarning yordamida ezib olsanglar ham bo'ladi. Keyin esa oldindan qizdirilgan duxovkamizga 150 gradusda tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Men ozroq shoshqaloqlik qilib baland qilib qo'yganim uchun atroflari qizaribroq ketdi. Mazasiga keladigan bo'lsak, bolajonlarimga juda ham yoqdi. Ana endi bu videoni bolasini sog'lig'iga befarq bo'lmagan tanishingizga yuborib qo'ying. Ha aytgancha tez-tez ko'rishib turishlik uchun like bosib, podpiska qilishni unutmanglar.